Mana juda bitta yaxshi variantimiz yana sotuvga qo'yayotgan ekan. Mirzo Ulug'bek kabinli. Kattij ekan 63 kvadrat metr, 2 xona, birinchi etaj. Yevro remont 55 ming dollar deb turgan ekanlar. Necha pul berasizlar bo'lishini? Kreditni menga berib yuborar ekan. Qasd egalari nomeri bemalol telefon qilib savdosini qilsanglar bo'ladi. Chilonzor 20-kvartalda bir xona uy sotilyapti ekan. 4 etajdan 4-etajda juda arzon narx ekan. 20 ming turgan ekan. Qasd egalari nomerlari bo'ladi. Bemalol orqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Necha pul berasiz aka bo'lishini? 20 ming. Bizning kanalda bo'lsanglar ozgina o'tadigan joyi bor. Qoratamishdan so'ragan obunachilarimiz uchun Olmazor tumani, Qoratamish 1-3. Bir xona, 2 xona qilingan, 4 etajdan 4-etajda. 42 kvadrat ekan, 2 ga 6 balkon. 40 ming dollar deb turgan ekanlar. Bizning kanalimizdan borsanglar, necha pul o'tib berasiz aka? 500 o'tib berilar ekan. Telefon nomerlari 99 kodi bilan 968 0100. Telefon qilib bemalol egasini savdo etsanglar bo'ladi. Algoritmdan uyqilayotganlar uchun 3 xona, birinchi etaj, 12 etajga aldom ekan. Muxlisada Oriental. 82 kvadrat ekan, plus podval. Narxi necha pul berasiz keyin? 73 ming bo'lishi ekan. 99 kodi bilan 727 01 54. Yana bitta nomerlari 90 kodi bilan 915 87 86. Telefon qilib bemalol baraka ko'rsanglar bo'ladi. Mana juda arzon variantimiz chiqib qoldi. Bek baraka. Novostroyga ekan, korobka holatda 50 kvadrat. 2 xona, 3-etaj 8 etajga aldomda. Narxi 37 ming dollar deb turgan ekan. Bizning kanaldan kelsanglar, bo'lishini 36 berar ekanlar. Telefon nomerlari 99 kodi bilan 788 9010. Bemalol telefon qilib savdosini qilsanglar bo'ladi. Sergeli Xonobod avenyudan yurayotganlar uchun juda zo'r variantimiz chiqdi. Zolotoy etajda 2-etaj 67 kvadrat korobka holatda turibdi. Narxini 53 ming 500 dollar deb turgan ekan. Pastda egalar nomeri bemalol telefon qilib baraka ko'rsanglar bo'ladi. Yonida Sergeli Xonobod avenyu.